Intent bu Android va Activity Service yoki boshqa tizim ilovalari bilan ishlash uchun kerak bo'ladigan xabar yoki buyruq hisoblanadi. Biz uni shuningdek tushunishimiz mumkin. Misol uchun, intent bu xat jo'natish kabi ishlaydi. Ya'ni, kimga jo'natmoqchisiz, nima jo'natmoqchisiz degan savollarga javob beradi. Kimga jo'natmoqchisiz deganda Activity yoki boshqa ilovalari deb nazarda tutishimiz mumkin, yoki bo'lmasam nima jo'natmoqchisiz deganda buyruq yoki ma'lumot deb javob berishimiz mumkin. Misollar, eng sodda misol bu internetda birinchi sahifadan ikkinchi sahifaga o'tish. Ya'ni bizada hozir hammamiz main activity'dan foydalanamiz va second activity yaratib turib ishlatamiz. Shunga o'tishlarni aytsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam qo'ng'iroq qilish yoki SMS yuborish, kamera yoki brauzerni ochish, shunday zaproslarni ham biza internet orqali amalga oshirib bilamiz ekan. Internetning turlari bor. Internet ikki xil turga bo'linadi. Explicit intent va implicit intentga bo'linadi ekan. Explicit intent bu aniq activity yoki servisni chaqirish usuli hisoblanadi. Implicit intent esa boshqa ilovalar, telefon, kamera, brauzer kabi larni chaqirish bilan ishlaydi. Bedayna har bir intentda отдельный misollar bor. Bedayna explicit intent, ya'ni aniq sahifaga o'tish. Bu intent bir sahifadan ikkinchi sahifaga o'tish uchun ishlatiladi. Hozir bu yerda bir qator dokumentatsiyasini ko'ramiz, keyin amalda bir sahifadan ikkinchi sahifaga o'tishni ko'rib beraman sizlarga. Misol uchun, main activity'dan second activity'ga o'tmoqchimiz. Birinchi qiladigan ishlatamiz. Second activity'ni yaratib olamiz va second activity.java faylini yaratib dizaynni belgilaymiz. Ya'ni second activity.javaga o'tib turib, bizada neracha bo'ladi bu? Manimcha sho'ra bo'ladi, to'g'rimi? Sho'ra cheklim bo'lgan joyi o'sha bizada yuqorida bo'ladi. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz, bu o'zi Java kodimizni tayyorib, hammada shunday bo'ladi. Bu yerda ikkinchi sahifa ochildi degan xabar bor. Bizning endi qiladigan ishimiz shundan keyin intent qo'shishimiz kerak. Ya'ni bizada neracha ishoracha. Bu yerda endi buttonga qo'llanib ketilgan, ya'ni buttonni bosganda keyingi second activity'ga o'tsin degan buyruq berilgan. Lekin biz faqat button emas, image view, qaysidir bir ikonni bosganda yoki bo'lmasam text view, shunga o'xshash qaysidir bir UI elementini bosganda o'tadigan qilib yozsak ham bo'ladi. Bu uchun bizani asosiy qiladigan ishimizni ishlatamiz. Find view by ID deymiz, ya'ni ID'si bo'yicha resurs papkani ichidan ID'si shunga dang bo'lgan nomni chaqirib ketdimiz. Button bo'lsa button, lekin shora именно shu ID'si yozilgan bo'lishi shart. Xo'p. Bu yerda endi shunga ID'li buttonni bosganda yangi view ochilsin va chatsin second activity'ni bizlarga ochib bersin degan buyruq bo'lib turibdi. Intentni eng asosiy kodi bundayini. Intentdan new intent main activity eng asosiy bajariladigan ish ina. Main activity'dan, ya'ni birinchi activity'dan this, ya'ni bu deb turib second activity'ni ko'rsatib berishimiz kerak. Agar biz faqat birinchi activity'dan ikkinchi activity'ga o'tishamiz, bu yerda ikkinchi activity'dan uchinchi activity'ga o'tacak bo'lsak ham shuning deb beradi. Second activity beradi third deb, yoki bo'lmasam shunga o'xshash to'rtinchi activity'dan beshinchi activity'ga activity'mizning nomidan kelib chiqqan holatdan ishlatamiz. Birinchi qaysi activity'da turgan bo'lsa shuni va this bu, ya'ni qaysi activity o'tchaklaringizni shuda ko'rsatib ketsangiz bo'ldi. Keyin ishlatsin start activity intent. Activity'da intent ishga tushsin degan kod yozilgan. O'zi intentdan oson, qiyin narsa emas. Bizada hozir asosiy yozilgan kod ishini. Xo'p. Bizada boshda Java faylimizni to'g'irlab oldik. Endi bizani keyingi qiladigan ishimiz ishlatamiz. Activity main XML faylimizni tugma qo'shishimiz kerak. Ya'ni bizani hozir namiz pustoy. Bu yerda men sizlarga hozir button ham, image atib ham qo'shib ko'rsatib beraman.
Xo'p, tugma qo'shishga keladigan bo'lsak, XMLda rasmen button yaratdi, ID berdi. Bedena button open deb chatda buttonni button deb qisqartirdi va open ya'ni ochilganda degan button deb ID berdi. Xuddi shu ID bilan imda chaqirib qo'ydinglar ko'rgan bo'lsangiz. Aynan button open imdan xuddi shu narsa. Shundan ishlatadi ekan, asosan IDlari bilan murojaat qilib, bu yerda chaqirib olamiz ekan. ID berdi, with height berdi, ya'ni balandlik, kenglik berdidan tekst yozdi, ya'ni ikkinchi sahifaga o'tish. Bu endi shuni bosganda ikkinchi sahifaga yo'naltiradigan knopka hisoblanadi. Natija nechik bo'lishi kerak? Tugmani bossak, bizga second activity ochilishi kerak, to'g'rimi? Bu endi natijada ochiladi. Hozir davom etamiz. Buni endi intent orqali ma'lumot yuborish. Agar bir sahifadan ma'lumot uzatish kerak bo'lsa, put extra metodidan foydalanamiz. Misol uchun, ismni bir sahifadan boshqasine yuborish yoki bo'lmasam shunga o'xshash bir qancha misollar bor. Hozir birinchi qiladigan ishimiz ismni bir sahifadan keyingisine yuborishni ko'rsak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz bizada main activitydan ma'lumot yuborishimiz kerak. Ya'ni ishlatamiz. Nuqta.java faylimizda endi ma'lumot yubordik. Keyingi qiladigan ishimiz second activitydan ma'lumotni qabul qilib olishimiz kerak. Bu yerda second activityda ma'lumot qabul qilinib turibdi. Natijada bizada nima chiqishi kerak? Salom plus name, ya'ni biz now name yozgan bo'lsak, xuddi shuni ham chiqishi kerak. Bu yerda endi Ali deb kirizgan, shuning uchun salom Ali deb ekranga chiqib turibdi. Xo'p, endi bizada implik intent, ya'ni tizim ilovalarini chaqirish. Bu intent boshqa ilovalar bilan ishlash uchun kerak bo'ladi bizlara. Misol sifatida qo'ng'iroq qilish, brauzer ochish, kamera ishga tushirish va shunga o'xshash bir qancha misollarni aytsak bo'ladi. Telefon orqali qo'ng'iroq qilish, ya'ni intentdan new intent deb turib action dial deymizdan intentda set data usulini ishlatamiz, metodini o'rnatamiz, ya'ni e, shu nomerni ishlatsin, bizlarga ekranga yozib bersin. Ya shunga o'xshash bir qancha. Keyin ishlatadi, avtomatik telefon ochiladidan bu nomer ishlatadi, yozilib turgan bo'ladi bizada. Endi bizada SMS yuborish. Bu yerda SMS yuborish uchun xuddi shu kod yoziladi. Natijada bu yerda salom qandaysiz degan matn ishlatadi. SMS ilovasi ochilib turib, shuning matn yozilib bizlara tayyor holatda turadi. Brauzerni ochishga keladigan bo'lsak, bu yerdan shuna brauzerni ishlatamiz, linkini berib ketamiz ekan. Shundan ishlatadi, bizlara xuddi shu brauzerni ochib beradi ekan. Kamera ochish va undan tashqari kamera ochish ham xuddi shu usulda amalga oshiriladi. Hozir buni ham ko'ramiz. Endi intentni turlari va vazifalaridan keladigan bo'lsak, yangi aytganimni intentni turlari explicit intent va implicit intent. Bundan tashqari ma'lumot uzatish uchun ishlatiladi ekan. Explicit intent bir aktivitidan boshqasini o'tish, ya'ni ichki usul xuddi shu usul orqali amalga oshiriladi ekan. Endi implicit intentga keladigan bo'lsak, tizim ilovalarini ishga tushirishda ishlatamiz ekan. Xuddi chek ishning ko'rinishida bo'ladi ekan. Keyin ma'lumot uzatish uchun ishlatiladigan intent bizada bir sahifadan boshqasini qiymat yuborish, ya'ni intent put extra, yana name'ni yuborish kabi ko'rdik. To'g'rimi? Shunday turlari mavjud ekan. Xo'p, bizani endi hozir qiladigan ishimizni ishlatamiz. Birinchi bo'lib, birinchi pejdan ikkinchi pejga o'tishni ko'ramiz. Bu uchun Android Studioga kiramiz. New project ataman. Empty use activity'ni tanlaymiz. Next'ni bosamiz. Buni intent deb nomlayman. Finish'ni bosaman. Bu yerda endi o'zina kerakli bo'lgan usullarni, kutubxonalardan ishlatadi, import qilib oladi. Shu import qilib olinchakni endi kutamiz.
Hazır hamma kerakli narsalarni import etib bo'lsin davom etamiz, yaxshimi? O'zi sal qattiqroq ishlatib turibdi, hozir ishlatsam battar qattiq qoladi. Shu uchun kutamiz. Menimcha hamma kerakli bog'liqliklarni import qilib oldi. E, Xo'p, endi aslan amaliyotimizni ishlab boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz xuddi shu amaliyotda nav yozilgan bo'lsa, shuni ketma-ketlikda ko'ramiz. Main activity'dan second activity'ga o'tmoqchimiz. Shu uchun ishlatamiz ekan, birinchi second activity'ni yaratib olamiz ekan. Hozir bizada nav mavjud, main activity mavjud, to'g'rimi? Sizlar hozir Android Studio ko'rsatib turibmi? Alangda mı gözüm? Arka Word faylini. Yok, Word file gözüm yok tabii. Ha, ko'rsatmaydi. Bas. Xo'p, endi menimcha ko'rsanadi sizlarga. Second activity'ni yaratib olamiz. Second activity yaratishni ko'rsatib o'tdim. Yana bir ko'rsataman. Xo'p, second activity uchun bu yerga kelamiz. New pastga tushamiz. Bu yerda activity degan qismi bor yana. Shu activity'dan ishlatamiz. Empty views activity'ni tanlab olamiz. Mana. O'zi yana main activity 2 deb yaratdi. Xohlasak buni second activity deb nomlasak ham bo'ladi. Umuman farqi yo'q. Xohlaganimizcha nomlaymiz. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu bizada ikkinchi oyna mazkuri. Nomlanishi ixtiyoriy, yaxshimi? Bunda second activity deyilgan, sizda activity main 2 deyilgan deb o'tirmanglar. Nomlash ixtiyoriy. Agar biza adashamiz desangiz ham uni second activity etib ham ishlab beraveraman. Umuman murakkablik joyi yo'q, tushunmay qoladigan joyi yo'q. Second activity deganing tushunmay o'tirmanglar. Second activity. İkisini alamiz. Finish etamiz. O'zi avtomatik bizadan ishlatadi. Second activity'ni yaratib beradi. Bu yerda ko'rgan bo'lsangizlar, layoutning ichida activity main XML bilan activity second paydo bo'ldi. Ya'ni bu yerda shu narsalar ko'rsanib turibdi. Endi bizani qiladigan ishimiz eng boshda bizadagi fayldan ishlatgan second activity.java faylini yaratib, dizaynini belgilab olgan. Ya'ni bizada ham xuddi shunday narsa bor. Oxiri set content view second activity deb yaratilgan. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Bundan pasti kerakmaydi desak ham bo'ladi, ishlatmasangizlar ham bo'ladi uni. O'chirib tashlaymiz. Usiz ham ishlaydi. Dursam umuman foydasi yo'q, lekin o'chirganimiz yaxshi men uchun. Xo'p. Xuddi shu bilan birebir ko'rinisha keldi bu yerda bizani second activity'miz. Endi qiladigan ishimiz main activity.java'ni sozlab olishimiz kerak. Ya'ni bizada shu qisminacha уже bor bizada. Set content view resource layoutning ichida activity main degan qisminacha bor. Bizani endi qiladigan ishimiz main activity.java o'tamiz. Xuddi ish qismini olib o'chiramiz. Ina shunday holatga keldi. Bundagi kodimiz bilan yana birebir. Xohlasangizlar bu yerda hozir button ko'rsatilib turibdi. Shu button bo'yicha ishlab beraman. Keyin bir imejni bosganda o'tadi deb ham ishlab beraman. Ikkisini farqi yo'q. Hozir xuddi sho'dan ko'rsatilgan bo'lsa, shuni bir xatar ko'rib beraman.
Bede e, hop battın adımının danımıydı. Neçün desep e, ban tarafta yaratılmagan bize de yine biz az iş oynayastırmız. Thank find you by ID demiz. Thank find you by ID. Resurs papken içinde ID'si işine denk boğanlı. Resurs papken içinde ID'si Navga denk boğanlı, open'a denk boğanlı. Doğru mu? Hop. Endi bize de bundan keyinki katardaki kodumuz işini çatamiz, çakırıp alamiz. Xuddi şu görünüşte. Hop, button open deymiz endi. Azı şör dursun başta main activity çayvanını doğrulap alalım. Şunda bize de işini kızarışla bolmaydı. Birine text view taşalgan, bunu taşımızdan bir dana nişatamiz, button taşımız. Bir de button'a berentlik kenglik wrap content şeklinde verilgen. Bizden şu tatıp koyuyoruz. Wrap content. Wrap content atamiz. Bir de ID yaratamiz. Button'ı open deyenedi. Doğru mu? Hop. Endi nişatışımız gerek bunu. Text yazışımız gerek. İkinci sayfaya ötüştü. Hop. Beri ikinci sayfaya ötüştü yazamız. İkinci sayfaya ötüş. Az bir minut durası indi. Hop. Bir de yine anlamadık. İkinci sayfaya ötüştü. Xuddi bandan nişap yazılgan bolsa şunday yazdık. Endi button'ı yapışımız gerek. Hop. Bandayla bize nişattik. Button'ı уже yaratıp aldık. Ee, Endi nokta javaga o'tamiz. Ban tarafdagi уже button'ni yuqorida import qilib ketishimiz kerak. View'ni bundle view button. Button'ni shu qatorni import qilmaganimiz uchun bizada xatolik bo'lib turibdi. Import qilinmagan narsani tanimaydi. Yine. Hop, endi ishlatishimiz kerak biza. Yerine gap qo'ydik, ishora, to'g'rimi? Button open set on click listener deymiz. Set on click listener. Bunda çıktı yine öz avtomatik. Set on click listener deymiz. New view, yangi görünüş. New view, new view on click listener. Hop. Bana özü bir avtomatik payda bo'ladi. Enterni bossazlar. Endi ishlatishimiz kerak bo'ladi.
xuddi ish qismini yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni intentdan eh, intent intent new intent yaratamiz. New main activity'dan main activity'dan nere uchun nokta this virgül nere uchun yozishimiz kerak edi? Second activity'ye. Hop. Endi bundan keyin ishlatishi kerak. Bundan chiqib nokta virgül qo'yamiz. Voy, nokta virgül qo'yib keyingi qator o'tamiz. Start activity intent, ya'ni ishlatsin, intent ishga tushsin. Start start activity intent. Bundan chiqib manimcha bo'ldi kodimiz, to'g'rimi? Xuddi shuning bo'ldi. Button qo'ydik, to'g'rimi? Endi bizdan ishlatishi kerak. Shu buttonni bosganimizda ishlashi kerak, to'g'rimi? Hozirda bizada nechun bu yerda xato berib turibdi? Hop. Endi ishlatamiz. Biz ishlayincha kun kutamiz endi. Android Studio sizlarga o'rganibdikmi? Chiqib ketdim chatdan Android Studiodan. Android Studio görünmeyendir. Word file görüntü. Fakat Yana nagruzka bo'lib o'zi chiqib ketdi. Hozir kutamiz. Diskim bitta doldidan, shu uchun shuni qatib boshladi yana. Buradan abla var mı? Yana rambaramiz ko'radigan. Bu boshqa proyekt bo'yicha, to'g'rimi? Hozir rambardan endi ko'ramiz.
Zada azı çıkadığın variantın çıkışı gerek, bir battın çıkışı gerek. Şunu baskanda bizani second activity'ye yöneltiri berişi gerek. Lekin yine görüp dursa Android Studio'ndan yerden çıkıp gitti. Deram xuddi shu ketma-ketlikni bajarsangizlar sizlardan second activity o'tadi, seconddan third o'tadi, lekin o'zgartiradigan joylaringiz asosiy ish bo'ladi. Ya'ni ishi aktivitidan bu aktivitiga o'tishni deb ko'rsatasizlar va bu yerda button bo'lsa button'ni bosganda yoki bo'lmasam edit text bo'lsa edit text, text view bo'lsa text view, icon bo'lsa iconni bosganda o'tishini ishlatamiz. Buyruq beramiz ekan. Button bo'lsa button text view bo'ladi. Bu yer qaysi ID'dagi button ya text view bo'lsa shu yozilishi kerak bo'ladi. Android Studio umuman qattiq ishlamaydi turibdi. Sizlar hozir o'tirib yozinglar. Hozir bu Zoom'imiz tugaydi. Bundan keyingi Zoom'dan ishlatamiz. Yana bir marta biringiz ekraningizni share etsangizlar, sizlarnikida ko'rib beraman bo'laman. O'zi hozir bu yerda 2 minut qolibdi.